Menga qara. Sen orqangda qachongacha yugurish kerak? Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? O'zingiz bosib oling. Nima menga baqirvoz, ko'chadagi qizlaringizga borib baqirasiz, menga emas. Nechtasidan eshitdim siz haqingizda nechta qizingiz bor ekan? Sevaman, o'laman, kuyaman deb nechta qizga sevgi izhor qilgansiz? Insofingiz bormi? Gapirtirishga berasan, bermaysan. Yo'q, sizni eshitishni ham xohlamayman. Bilasizmi, Oybek aka? Masjitimga keldingiz. Jonimga tegdingiz, meni tinch qo'ying. Tinchlik nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Menga shu qizni aytdingmi? Ha, shu qiz o'rtoq. Men gaplasha olmayman. O'rtoq, meni ham yeb tashlaydi bu. Qara. O'rtoq, sen eplamasang bo'lmaydi. Bo'pti, agar men eplolmasam, meni aybim yo'q. Yo'q, lekin sen eplaysan. Yaxshimisiz? Nimadir muammo bormi? Yo'q, Skoriy chaqiringmi? yo'q, yaxshi emas. Yaxshiga o'xshamayapsiz. Hozir o'tib ketadi. Rahmat. Ancha yaxshi inson ekansiz. Avvallari shunaqa bo'lganda hech kim yordam bermas. Agar Yo'q, mayli. meni ham sizga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bemalol. O'zim ana orqadagi kompaniyada boshliq bo'lib ishlayman. Yo'q, rahmat. Yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Rahmat sizga. Yandım sana yandım içim